Assalomu alaykum azizlar. Hozir buyrak toshini parchalab tushirish uchun mana shu behidan foydalansak bo'ladi. Behini olamiz. Hech bo'lmasa 3 ta behini qiling. Behini olib mana shu kesib olamiz. Imkon qadar sal enliroq qilaveramiz, chunki buni asosiy bizga o'zagi kerak. Mana. Mana shu holatda bir 3 donasini 1,5 litr suvga solib 1 litr qolguncha qaynatiladi. Qaynatib, ichiga ozgincha asal qo'shsangiz ham bo'ladi, qo'shmasangiz ham bo'ladi. Erta bilan kechgacha o'shani bo'lib ichib qo'yasiz. Xudo xohlasa ozgina chidab berasiz. Siydik yo'lingizda bo'ladimi, buyragingizda bo'ladimi, toshlarni xudo xohlasa parchalab tushirib beradi. Juda ham arzon varianti. Shifo bo'lsin, salomat bo'lasizlar. Biz Umurbek tabib deyilsa, YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Mana shunday bepul maslahatlar, juda ham oltinga teng maslahatlar YouTube kanalimizda. Umurbek tabib.